Assalomu alaykum aka-ukalar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa yana navbatdagi reklamamiz chiqqan Samarqand fason. Mana materiallar bilan tanishtiramiz. Ko'rinishlariga bir ahamiyat berasizlar. Bu fasonimiz 340 ga 360 bo'yi. Taglari shvillar, ikkala yonish shvillarda bo'lgan. Materiallari brusakis stenada listi, 1.7 profilda. Shumkalari bo'lgan 2 qavatli. 1.8 listi, 1.3 ikkinchi qavat listi, steklovada solingan, обязательный. Tagi yonish shvillarda bo'lgan. Gullariga bir ko'rinishlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Inshaalloh chotki holatda bo'lib o'rnayotgan, bitgan. Bundan tashqari yana darvozalarimiz bor. Ularni ham bir obzorini qilamiz. Mana bu darvoza bor. Setka fasonda, tagi profilda, bitta aybi tagi profilda, ikkala yoni ham profil. Mana ko'rinishi, mana ramkalarimiz, kaltkachalarimiz borligi uchun yaxshi ko'rinmayapti. Akalar 360 ga 360 6 million so'mga boradi. Manzilingizga 6 million so'm. 360 ga 360 kim razmeriga tushsa, aloqaga chiqsanglar, avval borib o'rnatib beramiz. Bu fasonimiz bor. 340 ga 3 ga 340. 3 ga 340 razmerda bu. Buni ham xudo xolasa chiroyli narxlarda. Akalar 650 ming so'm, 700 ming so'm, 600 ming so'mdan olinayotgan zakaz sizlarga 550 ming so'mdan bo'ladimi? Tagi shvillar buni. Ikkala yoni 8 ga 6 profilda, 1.5 stenada. Listi 1.2, profili ham 1.2 qalinligi. Yana bu darvozamiz listlik ruchnoy darvoza, 2lik profilda, 2lik listda. Tagi yoni, ikkala yoni shvillarda. Tepada chiroyli qilib profildan joy ajratilgan. Akalar buni kvadratini zakaz beradigan bo'lsanglar, akalar 1.5 million so'mdan 2 qavatga chotki qilib olib borib uстановкасini qilamiz O'zbekiston bo'ylab. Ovozlari va kraskalar. Hamma kraska. Bu reklamadaligi uchun sal ustunlari chang bo'lib ketgan, ahamiyat bermaysizlar bunga. Taroq fasonimiz. Nержавейкаga akalar bu. Buni kvadrati akalar 1 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Dostavka uстановkalari bor. Bepul. Nержавейкаga hamma kraskada. Kraskalari ham juda bo'lakcha. Undan tashqari bu yoqda ham darvozalarimiz bor. Birinchida turgan darvozamiz high-tech. Hozir tomonga o'taman. Akalar high-tech fason, bu ham nержавейкаga, bu 3 ga 3 razmerda. Obdanichkalari bor yonida, qoshlari. Tagi shvillar bo'ladi. Nержавейкаga chotki bo'lib o'rnagan. 1.2 listda, 1.2 profilda. Tagini o'zi shvillar, ikkala yoni profilda. Bundan tashqari anaqa taroq fason, tagi shvillar, ikkala yoni profil. Shularni ikkalasini ham narxi 680 ming so'mdan nержавейкаga o'rnatamiz. Uстановkalari hamma yo'q ichida bo'ladi. Zamok hech qanaqa pul so'ralmaydi, lishning pul. Bunisini ham 680 ming so'mdan nержавейкаga. Tepasi lazer. Bu razmeri 340 ga 360 buni razmeri. Tayyor darvoza reklama 650 ming so'mdan nержавейкаga joylarga tushadigan bo'lsa, olib borib o'rnatamiz buni. 340 ga 360. Joylarga tushsa 650 ming so'mdan, agar zakaz beradigan bo'lsanglar 680 ming so'mdan nержавейкаga. Bunisi bu 320 ga 340. 320 ga 340. Bu ham razmeriga tushsa 650 ming so'mdan ketdi. Bunisi ham 650 ming so'mdan razmerga tushsa ketdi. 3 ga 3 darvoza. Obdanichkasi bor xolos yonida. Akalar bizda yana tapchan, kachilalarimiz bor. Ularni ham tanishtiramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановкаларni qilib beramiz. Mana bu tapchanimiz bor. Bez lazerga 1.7 profilda shanrlik bo'shatiladi bu. Hamma yo'q ajraydi buni.
Agar bu taxtasiz mana bu polisiz bo'ladigan bo'lsa 2,5 million so'm. Dastavkalar bor. Ularni kelishamiz bu tapchanlarni. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Kelishilgan holatda tapchan kachelelarimiz. Darvozalarniki pul olinmaydi. Hammasi jida bo'ladi. Bunisi bor, lazerlik. Faqat bunda gulida farqi bor. Bu ham bo'shatiladi, shamirlik. Buni ham taxtasizi 2 million 800 ming qilib beramiz. Taxtasi bilan 4,5 million, taxtasi bilan 4 million. Kachelelarimiz 3 millionga, bunisi ham 3 million. Farqi buni tepasi Lexan, bu 1.70 eniga. Buni tepasi latta 2 metr. Shunda farqi bor xolos. Manzilimiz Samarqand, Astarg'on, Arabxonada. Bu tomondan kelishda jumadan o'tganingizdan keyin O'zbekiston Prezga yetmasdan Arabxona degan joy bor. Mana ko'rsatib o'tamiz manzilni. Mana bu tomondan kelishda juma taraf. Bu tomon O'zbekiston Prezdan o'tgandan keyin mana bu yerda Navruz restoran, bu tomonida Elbrus restorandan o'tgandan keyin. Mana bu joyda. Akalar bemalol aloqaga chiqasizlar. Ishimiz sifati yoqqan bo'lsa, darvozalarning birortasi razmeriga tushadigan bo'lsa, kelishilgan holatda chiroyli narxlarda olib borib o'rnatamiz. Agar masalan mana uni rangi yoqmaydigan bo'lsa, o'rniga boshqa kraska ham sepib beramiz. Masalan, maloshniy tanlaysizmi, mokriy tanlaysizmi? Qora masalan, uni farqi yo'q. Kraskani qanaqa tanlasangiz ham farqi yo'q. Hammer kraska sepiladi. Sifatiga garantiyasi bor. Kraskamizni 5 yildan sharoitga qarab 2 yildan 7 yilgacha. Profillari bilasizlar, metal ancha turadigan holatda bo'ladi. Yaxshi materiallarda. Nomerlarimiz 94 520 nomerlarimiz 94 520 26 26 77 050 48 48 hammasi ishlab turgan nomerlar. Telefon qilsanglar O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilamiz. Bundan tashqari yana bitta narsa qolib ketibdi. Yangi fason bir qavat listlik, bir ikkilik listda bo'lgan. Mana nalichkasi. Bu darvozani o'zi. Bu ham yangi fason. Endi malyardan chiqqandan keyin ham bu zakazga malyardan chiqqandan keyin ham uстановka holatida ham bitta video qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana bu ham reklamaga yangi ish boshlaganmiz, yangi fason. Bu ham arkali bo'lib chiqadi. 2 qavatlik listli bo'ladi. 1.5 profilli bo'lyapti bu. Reklamalik uchun sal parashroqdan foydalanganmiz. Tagi shiviller. Mana bu tomoni yonlari ham shivillarda bo'lyapti. Buni ham ko'ramiz, yon nalichkali yo bez nalichka qilib chiqaramiz. Undan tashqari bu yerda yana ramka holat bor. Bu 2 qavatli. Shtampovka list, bu zakazga. Bu tomonlar nержавейкаga o'rnaydi, anaqaga o'rnaydi, vibraga o'rnaydi, tagi shiviller. Tagi shiviller. 2 qavatli, bu ham bir o'zgacha fasonda. Mana yangi listda, mana bunaqa listda. Bu o'rtasida high-tech list bo'ladi, nержавейкаga bu. Zakazga. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like, bitta obunani bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, ko'rganni ko'rishguncha.